Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun Cook Murphy kitobining o'sha 4-edition Cook Murphy kitobining 27-unitini boshlaymiz. O'tgan darsda biz modal fe'llarni boshlagandik. Mana bugun ikkinchisi could do va could have done ni ko'ramiz. Bugun mana bu chuqurlashamiz modal fe'llarga. O'tgan darsda esingizda bo'lsa can ni ko'rgandik. Could ni biz can ni o'tgan zamonda bo'lgandik. Ya'ni men yoshligimda pianino chalalardim. When I was a child, I could play the piano. Oddiy ko'rinish edi. Bugun mana bu could do'ni bir chuqur kirishamizda sal ozgina bo'ladi. Qiyinlashmaydi, sal detallari ko'payadi. Ya'ni e'tibor beradigan joylari ko'p. O'shanga sal diqqatliroq bo'lib eshitamiz. Chunki bir ikkita joylarda sal chalkashlari mumkin. Lekin xudo xohlasa harakat qilaman qo'ldan kelgancha sizlarga tushunarliroq, aniq qilib, oson qilib tushuntirishga. Chunki maqsadim shu, qiyin narsani oson qilib tushuntirib berish. Xo'p. Birinchi ko'rinishi mana A pointga qarasak, could bu canni o'tgan zamoni. Masalan, mana listen, I can hear something now. Hozir bir mana eshityapman. O'tgan zamonda I listen, men quloq soldim. I could hear something, men bir nimani eshitdim. Ya'ni o'tgan zamonda. Eslaringizmi o'tgan zamonda mana oldingi unitda ko'rdik. Hear, see, smell degan fe'llar bilan could qo'yishimiz kerak dedik. Lekin mana bunisida qara, pastroqqa tushsa, could suggestion sifatida mana pastga qara, especially to make suggestions, ya'ni taklif bildirganda could ishlatsa bo'ladi. Shunaqa qilsak bo'larmidi, shunaqa qilsak yaxshi emasmi, shunaqa qilmaymizmi degan ma'noda could ishlatsa bo'ladi. Qara, what shall we do tonight? Bugun nima qilamiz desa, we could go to the cinema. Ko'rdilaringmi? Bu taklif beradi. Biz kinoteatrga borsak bo'ladi. Kinoteatrga borsak yaxshimidi degan ma'noda. Mana qara, mana bu er-xotin o'sha what's on degani kinoteatrda qanaqa kinolar bor o'shalarni ko'rsatadi. We could go to the cinema, ko'rdilaringmi? Taklif beryapti. Bunisida when you go to Paris next month, keyingi hafta, keyingi oy Parijga borganingda you could stay with Sarah. Sarah bilan turishing mumkin. So yes, I suppose I could. Ya'ni faqat bitta narsasi bor, nuance deydi-ku. Ozgina farqi. Could desal yumshoq variantda, ya'ni bo'lishi aniq emasda. Balki degan ma'nosi ham bor-da, ozgina ma'nosi bor. Ya'ni keyingi oy Parijga borganda balki Sara bilan turishim mumkindir demoqchi-da. Tushundilaringmi? Mana shunda could ishlatilgan. Keyin mana bu yerda aytilishicha, xuddi shu holatlarda mana bu tepadagi misollarga can qo'ysa bo'ladi hammasiga. Faqat can. Aniq, ishonchlaring ancha komil bo'lsa can, lekin uncha ishonmasalaring could ishlatinglar demoqchi. Mana. Can bu yuqoriroqdan, o'zi ehtimoli ko'p bo'lishi kattaroq, could sal kamroq deb olaylik. Could ancha yumshoq variant ingliz tilida. Misol uchun, can you please help me bilan could you please help me ni farqi bor-da. Could you please help me bu polite, ya'ni sizlar muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan iltimos qilib, xijolat bo'lib aytyapsizlar. Bu yerda ham could ancha anaqa yumshoq ma'nosi, okay? Balki degan ma'nosi ham bor-da could-da. Xo'p, yana chuqurlashamiz. Endi pastga qarasak, could qachon ishlatamiz? Mana bu not realistic, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lmagan, bo'lish ehtimoli juda kam bo'lgan harakatlarga could qo'ysak bo'ladi degan. Tushunarlimi? Can emas debdi. Could. Misol uchun, I'm so tired, I could sleep for a week. Men juda charchadim. Men haftalab uxlay olardim, hozir imkon bo'lganda demoqchi-da. Sizlar I can sleep for a week desalarinchi, unda realistik bo'lib qoladi, unda bor gap bo'lib qoladi. Ya'ni haqiqatga to'g'ri keladigan gap bo'lib qoladi. Hech kim bir hafta uxlay olmaydi-ku, to'g'rimi? Bu mubolag'a qilib bo'rttirib, men bir hafta ham uxlay olardim deb unrealistic bo'lgani uchun men tepaga qaray not realistic degan. Ya'ni ehtimoli kamda bu narsa bo'lishi, haqiqatga yaqin emas, shuning uchun could ishlatsa bo'lar ekan. Misol uchun I could live on Mars desa, bu bo'lmagan gap, ya'ni haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gapda, lekin men Marsda yashay olardim deb aytib yoradi-ku. O'sha yashay olardim, qila olardim-da bu could aslida. Endi mana bu farqiga qaraylar. I can stay with Sarah when I go to Paris. Ya'ni Parijga borganimda Sara bilan turishim mumkin. Bu haqiqatga juda ham yaqin, ya'ni ehtimoli juda katta bu narsani. Lekin mana buni ikkinchi gapga qaraylar, bunda could ishlatilgan. Chunki ehtimoli ancha pastda. Maybe I could stay with Sarah when I go to Paris. Balki Parijga borsam Sara bilan turishim mumkindir demoqchi. Farqini ko'rdinglarmi? Tepadagi gapda men Parijga borganimda Sara bilan turishim mumkin. Bu haqiqatga ancha yaqin. Ikkinchi gapda balki men Parijga borsam Sara bilan turarman, balki Sara bilan tura olarman. Ko'rdinglarmi? Less sure degani ishonchlaring komil emas, ancha past.
ehtimol ancha past, haqiqatdan ancha uzoqda. Bunda aniq yaqinroqda haqiqatga. Farqi shunda guys. Mana uchinchi gap qaylar. This is a wonderful place. Bu ajoyib joy. I could stay here forever. Men butun umr shu yerda qola olardim demoqchi. Lekin aslida butun umr qola olmaydi-ku bitta joyda. Shuning uchun unrealistic da mana bu. Shuning uchun I could deb aytdi. Okay? Demak, hozircha could ancha yumshoqroq varianti canni va could o'sha haqiqatga yaqin bo'lmagan gaplarda ishlatsa bo'lar ekan couldni. Xo'p, C ga o'tamiz. Endi bunda situation or happening is possible now. O'sha harakatni hozir yoki kelajakda bo'lishi mumkin bo'lsa, could ishlatsak bo'lar ekan. Ya'ni may might bor-ku, uni ham o'tamiz hali. May might bilan bir xil ekan ma'nosi. Shu ma'noda ham kelishi mumkin ekan could. Demak, could may might ham o'rnini egallashi mumkin ekan. Ayrim hollarda, men misolga qarayman. The story could be true, but I don't think it is. Ya'ni sizlar ishonqiramayroq aytsalaring, could be deyishlari. Ya'ni bu hikoya rost bo'lishi mumkin, lekin unaqa bo'lmasa kerak demoqchi mana gapida. Can be true emasda. Agar sizlar 100% ishonsalaring, unda can be true deyishlaring kerak. Sizlar hozir ishonqiramayroq aytsalaring, ishonmay turib aytsalaring, the story could be true, but I don't think it is. Agar sizlar the story can be true desalaring, unda sizlar ishonasizlar shuni rost bo'ligiga. Tushunarlimi? Ikkinchi gapga qaraylik. I don't know what time Lisa is coming. Lisa qachon kelishini bilmayman. She could get here anytime. U xohlagan payt kelib qolishi mumkin hozir. Mana shu could o'rniga may qo'ysa bo'ladi, might qo'ysa bo'ladi. Mana tepadagi gapda ham the story might be true, may be true desa ham bo'ladi. Couldlar mana could juda bir universal modal fe'l ekan. Bu xohlagan nima deydi? Modal fe'lni o'rnini bosishi mumkin. Xohlagan emas, juda ko'p joyga to'g'ri keladi-da. Keyin sizlarga boya aytishdan chiqdi o'tgan darsda ham buni formulasi, modal fe'llarning hammasi asosiy fe'l hisoblanmaydi. Bular yordamchi fe'llar baribir. She could, shu modal fe'ldan keyin bitta asosiy fe'l ishlatishimiz kerak har doim. Mana she could get. Bu yerda get asosiy fe'l, could yordamchi fe'l, ya'ni modal fe'l. I can go, I can sleep, I can run. Qara, I can bu yordamchi modal fe'l, can qila olaman. Run asosiy fe'l. Okay, shu narsa esdan chiqmasin. Endi mana bunga qaraylikchi. The weather can change very quickly in the mountains. Umumiy olib qaraganda, tog'larda ob-havo tezda o'zgarishi mumkin. Bu haqiqiy bor narsa, bu umumiy narsa. Bu haqiqatga yaqin. Lekin sizlar shuni bunaqa desalaring, the weather is nice now, but it could change desalaring, unda sal yana yengillashadi-da, could ehtimol nazariyasi oshadi desak ham bo'ladi, yana o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni aynan hozirda har doim emas, har doim tog'larda tez o'zgaradi ob-havo, lekin hozir ayni damda ham o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni kelajakda sizlar predict, ya'ni kelajakda sizlar oldindan bashorat qilib aytmoqchisizlar. Could could bilan going to bor edi. Going to ham shunaqa edi. Sizlar ham osmondagi bulutga qarab, yomg'ir yog'ishi ehtimoli katta dedik. Bu yomg'ir, osmon bulutda, hozir yomg'ir yog'sa kerak. It's going to rain. Ancha ehtimoli balandda, could'ga ancha pastda lekin. Ya'ni misol uchun ko'chada yuribsizlar, yomg'ir, hamma joy bulut bo'lsa, aytishlar bulut emas. Osmonga qarab, shu to'rtta bulut bo'lsa aytishlari mumkin. Bu hozir yomg'ir yog'ishi mumkin. It could rain desalaring bo'ladi. Ehtimol ancha past bo'lsa could, ancha baland bo'lsa going to ishlatsa bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Yana kelajakdagi, mana C pointda. Kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan harakatlarga ham could olsa bo'lar ekan. Okay? Misol uchun hozir IELTS dan 8.5 olgansizlar, 9 olishim mumkin-ku desalar, I could get a 9, I could get a band score 9 in the future desa bo'ladi. Ya'ni 9 olishim mumkin, 9 ola olaman. Agar can deb olsalaring, ishonchlaring juda ham yuqori bo'ladi. I can get a 9 bo'lsa, unda sizlar o'zlaringiz juda qattiq ishonasizlar. I could shu canni sal yumshoqroq varianti, sal pastroq varianti. Okay? D ga qarasak, endi could have done degan narsa bor. Bu murakkablashgancha, bu faqat o'tgan zamon haqida. Ya'ni buni tarjimasi couldni hozirgina o'tgan zamon ko'rinishi. Hozir ko'rgan couldlarimiz hammasi kelajak haqida edi. Endi o'tgan zamon haqida could have done. Ya'ni o'zbekchasiga shunaqa bo'lishi mumkin edi, shunaqa qila olishim mumkin edi, shunaqa qila olardi, qila olardim, shunaqa bo'lishi mumkin edi. Shunaqaga imkoniyatim bor edi, shunaqa qila olardim demoqchi ko'rdinglarmi? Qayla. Buni formulasi could qo'yasizlar. Mana bu have deysizlar har doim yordamchi fe'l va done fe'lning 3-chi ko'rinishini qo'yasizlar endi.
fe'lni ko'rinishlari esimizda hammasi. Done. O'shaning uchun ma'noni o'zgartirasizlar. Lekin qayli I'm so tired. I could sleep for a week. Ya'ni men hozir charchaganman. Men haftalab bir hafta uxlay olardim demoqchisizlar. Endi shuni o'tgan zamonida I was so tired. Qayli o'tgan zamonda men charchagan edim. I could have slept for a week. Men bir hafta ham uxlay olardim deb o'tgan zamonda nazarda tutib aytyapsizlar. Lekin zamonlarning o'tgan zamon bo'lgani uchun mana formula o'zgarib ketadi. Shunisi qiyinda. Could qo'yasizlar, have qo'yasizlar, fe'l uchinchi ko'rinishni qo'yasizlar, sleep uchinchi ko'rinishi slept bo'ladi. I could have slept for a week. Misol uchun sen nimaga o'tgan zamonda nimaga tez yugurding? Sen yiqilib tushishing mumkin edi-ku demoqchi bo'lsalaring. Why did you run so fast? You could have fallen. Nuqta. Ya'ni yiqilib tushishing mumkin edi-ku demoqchiman-da. O'tgan zamonda aytdim. Nimaga tez yugurding? Sen yiqilib tushishing mumkin edi-ku demoqchiman-da. Tushundilarmi? O'tgan zamonda you could have fallen, yana fall yiqilmoq. O'tgan zamoni past simple'da fail bo'ladi, uchinchi ko'rinishi fallen bo'ladi. Misolda hozir aka. Yana bitta misol, the situation is bad. Ahvol juda og'ir, juda yomon, but it could be worse. Lekin undan battar bo'lishi mumkin. Hozir haqida gapiryapsizlar, hozir gapiryapsizlar. Hozir turib could deb aytasizlar. O'zgarishi mumkin, bo'lishi mumkin, could. Lekin o'tgan zamonda gapirsalaring could have done qo'yish kerak. Mana the situation was bad. Ko'rdlaringmi? Ahvol juda og'ir edi, lekin undan ham battar bo'lishi mumkin edi o'tgan zamonda. But it could have been worse. Ko'rdlar, mana shu yerda boya chalkashasizlar deganda mana shu yerda aytdim, qiyinroq mana shu joyi could qo'yasizlar, have qo'yasizlar, fe'l uchinchi ko'rinishi. Could have been worse. Undan ham yomon bo'lishi mumkin edi o'tgan zamonda. Hozirgi zamonda could, o'tgan zamonda could have done. Ko'rdlaringmi? Ya'ni yana bitta joyi, yana bitta ishlatiladigan holati bor ekan, mana buni could have done da bo'lishi o'sha narsa bo'lishi mumkin edi, lekin bo'lmadi. Tushundilaringmi? Ya'ni boyagida yiqilib tushishi mumkin edi-ku. Misol uchun darsga kelmadi o'quvchim. Men unga aytaman, "Nima kelmading?" desa, menga kasal bo'lib qoldim dedi. Kim unga aytaman, "Menga telefon qilishing mumkin edi-ku. Menga telefon qilsang bo'lardi-ku" deyman-ku. Ana shu joyda could have done ishlatsa bo'ladi. Qayla. Why didn't you call me? Mana why didn't you come to lesson? O'quvchi aytadi, I was sick dedi. Endi men aytaman, why didn't you call me deyman endi. U aytadi, oh sorry dedi. Kim aytaman, you could have called me. Menga telefon qilsang bo'lardi-ku, lekin telefon qilmading. Tushundilaringmi? Mana why did you stay at a hotel when you were in Paris? Sen Parijda bo'lganda nimaga mehmonxonada turding? Sen Sara bilan tursang bo'lardi-ku o'tgan zamonda. Demak, Sara bilan turmadi-da bu. You could have stayed with Sarah. Sara bilan tursang bo'lardi-ku. Lekin turmading. You didn't stay with her. Lekin u bilan turmading demoqchi. Tushundilaringmi? O'tgan zamonda. Ya'ni xuddi afsusga o'xshab-da. Shu narsa qilsa bo'lardi-ku, lekin qilmading demoqchi. David was lucky. Davidning omadi keldi o'tgan zamonda. He could have hurt himself when he fell. But he's okay. Yiqilganda o'zini bir joyini sindirib olishi mumkin edi, lekin sindirmadi. U o'zi yaxshi hozir. Xudoga shukr yaxshi demoqchi. Ko'rdilarim, o'tgan zamonda afsuslanish ma'nosida-da endi bu. Shunaqa bo'lishi mumkin edi, lekin bo'lmadi yaxshi ham. Okay? Could have done bo'ladi. Endi iga qaraymiz. Couldn't ishlatishimiz ham mumkin ekan, lekin couldn't kelasi zamonda ishlatamiz. Ya'ni men bu narsani qila olmasdim, bu impossible, ya'ni bu bo'lishi mumkin emas degan payti couldn't ishlatsa bo'ladi. Qayli, I couldn't live in a big city. Men katta shaharda yashay olmasdim. I would hate it. Men buni yomon ko'rardim katta shaharda yashashni. Ya'ni kelajak, bu o'tgan zamon emas, kelajak haqida gapiryapti. Ya'ni men uchun bu iloji yo'q. Men qila olmasdim shu narsani. Qayli, I couldn't live in a big city. Misol uchun meni yolg'iz yashay olmagan bo'lardim desalar, I couldn't live alone desa bo'ladi. Ya'ni kelajakdagi impossible narsalar haqida I couldn't live alone. Yoki Toshkentda bir o'zim yashay olmasdim demoqchi bo'lsalaring, I couldn't live in Tashkent alone deysizlar. Ya'ni hali Toshkentga ketmadilaring. Hali sizlar boshqa joydasizlar, lekin qila olmagan bo'lardim deb kelajakni aytmoqchi. Kelajakda shu impossible shu narsa demoqchisizlar-da. Qayla, everything is fine right now. Hamma narsa hozir joyida, hammasi zo'r. Things couldn't be better. Bundan ham zo'r bo'lishi mumkin emas. Ya'ni eng zo'ri bu. Bundan ham zo'r bo'lishi mumkin emas demoqchi-da. Shu eng zo'ri debdi-da. Chakishtiradi ancha. Qayla, endi couldn't have done ham aytsa bo'lar ekan shunaqa holatlarda. O'zi chuqurlashdi, ko'rdilar. We had a really good holiday. O'tgan zamonda biz mazza qilib dam olib keldik.
It couldn't have been any better degani, bundan ham ortiq bo'lishi mumkin emas-da, bundan ham zo'r bo'lishi mumkin emas. O'zi dahshat dam olib keldi. Bundan ham ortig'i bo'lmaydi-da endi demoqchi. The trip was cancelled last week. O'tgan hafta bizning sayohatimiz cancel bo'ldi, bekor qilindi. Paul couldn't have gone anyway because he was ill. Lekin Paul baribir shunda ham bora olmasdi, chunki u kasal edi demoqchi. Ko'rdinglarmi? U shunda ham bora olmasdi Paul, chunki kasal edi. Ya'ni not possible. O'tgan zamonda ham baribir bo'lmasdi shu narsa. Imkoni yo'q demoqchi. Xo'p, demak qaylar? Could ko'rdik. Couldn't have ko'rdik. Umumiy qilib aytsam sizlarga xulosa qilib, Kenni qachon ishlatasizlar? Kenda 100% ishonchlaring komil, ishonasizlar shu narsadan bo'lishiga 100% suresizlar bo'lishi aniq Ken ishlatinglar. Agar muloyimroq gapirmoqchi bo'lsalaring, ishonchlaring komil emas, unaqa qattiq ishonmayapsizlar, balki degan ma'noda gapiryapsizlarmi? Could deb aytinglar. Mana sizlarga zo'r. Okay? Could to'g'ri keladi. Keyin could yana kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarga ham aytsa bo'ladi. Aytdim-ku, I couldn't live alone. Men bir o'zim yashay olmasdim. Endi could have done. Shunaqa qilsang bo'lardi-ku, nima qilmading degan ma'noda. Men shunaqa qilsam bo'lardi, lekin qilmadim. Shunaqa ish qo'limdan kelardi, lekin qilmadim shuni deganda ham could have done deb ishlatsa bo'ladi. Okay? Umumiy qilib bo'lgan asosiy eslab qolish kerak bo'lgan narsalar shular. Endi mashqlarni bajaraylik. Xudo xolisa yana ham tushunamiz. Agar qiyin bo'lgan bo'lsa yana ko'ringlar boshqatdan videoni va keyinchalik ham baribir chiqadi oldinlaringdan shu narsalar. Boshqa grammatika kitoblarni o'qinglar, boshqa teacherlardan ham ko'ringlar manbalarni. O'zlarining ustozlarimiz, o'zlarining ustozlarini so'ranglar. Yana tushuntirib beradi sizlarga shu narsani. Bu bitta eshitib tushunadigan narsa emas-da, hozir o'tgan narsalarni. Bu baribir murakkabda. Shuning uchun ancha nima deydi, mashaqqat ozgina, ancha demay, ozgina mashaqqat va fokus qilib o'rgansalar, xudo xolasa o'zlashtirasizlar. Okay, could qo'yishimiz kerak. Where shall we go for our holidays? Dam olishga, kanikulga qayerga boramiz? Desa, we could go to Scotland. Scotlandga borsak bo'ladi, taklif ma'nosida, ko'rdinglarmi? Shotlandiyaga borsak bo'ladi demoqchi, bu taklif. What shall we have for dinner tonight? Bugun kechga nima yeymiz, demoqchi. Guys, shall islarni ham aytdim. Shallni oddiy o'tgan zamonda ishlatmaysizlar hech qachon. Buni faqat taklif, nima taklif bildirganda ishlatinglar dedim. Shuning uchun mana bugun kechga nima qilamiz? Fish. Shunda nima demoqchi? Nima deymiz? Bugun kechga baliq yesak bo'lar ekan degan taklif. We could have qayerlar? Savoldan yasanglar javoblarni have, we could have fish for dinner mayli. To'liq qilib yozaman. Nuqta qo'yamiz va bitta katta qilamiz buni. Keyin joyiga tushadi. Mana. Okay? Could bilan fe'lni qo'yilib bo'ldi. Could yordamchi fe'l, have asosiy fe'l. Uchinchisiga javob beramiz. When shall I phone Vicky? Vickyga qachon telefon qilay? Hozir qilib ko'rsang bo'ladi. Ko'rlarim taklif. You could phone Vicky now deymiz. Bo'ldi mana. Oson ko'rlarim. Mana shu savolni o'zidan yashaylar javobni. 4 bilan 5 sizlarga o'zlaringga. Endi bunisiga o'tamiz. Can emas, could ishlat demoqchi. Bir xil sentencelarda ekan, bir xil joylarda could ishlatishimiz kerak ekan can o'rniga. Ya'ni ishonchimiz komil bo'lmasa could qo'yamiz hozir. Agar to'g'ri bo'lsa okay deb qo'yamiz bo'ldi. Okay? The story can be true, but I don't think it is. Yo, bunda xatoda ko'rdilaring, bunda could be true bo'lish kerak. Biz demak to'g'ri javobni yozib qo'yamiz. Agar to'g'ri bo'lsa okay deb qo'yamiz bo'ldi. Ikkinchi, it's a nice day, we can go for a walk. Okay. Qayla, we could go for a walk desam bo'ladi, we can go for a walk desa, ikkalasi ham to'g'ri keladi bu yerda. Lekin birinchisi emas. 3 ga qaraylikchi. I'm so angry with him, I can kill him. Yo, bu yerda I can kill him. Yo, bu yerda ma'no o'zgarib ketyapti. I can kill him bo'lsa ma'no o'ldirib qo'yishim mumkin degan to'g'ri 100% to'g'ri ma'noda aytib qo'yapti. Lekin unaqa bo'lmaydi-ku. Misol uchun birov bilan jahlingiz chiqsa o'ldirib tashlamaysizlar-ku endi. Aytishlarim mumkin, teacher, yo, agar bo'lishi mumkin deb, to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ehtimol juda kamda. Bu yerda baribir I could kill him deb olishimiz kerak. Chunki bizga bu bo'rttirmada, bu bo'rttirib aytyapti-da, meni o'ldirib qo'yishim mumkin deb. Menimcha can to'g'ri kelmaydi bu yerda, guys. Can'da xatoda bo'lamiz. Okay. 5. If you're hungry, we can have dinner now. Agar qorning och bo'lsa, hozir ovqatlanishimiz mumkin. Qayli, bunda mana endi ikkalasi ham to'g'ri keladi. Can have ham desa bo'ladi. Mana bunaqa deb ketay, guys. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Ikkalasi ham bo'ladi. Shunda mana aytga we can or could have dinner now. Mana.
ma'nosiga qarab ikkalasini to'g'ri keladi. Can ham olsa bo'ladi, could ham olsa bo'ladi. Lekin mana bu 3 ta can emasda lekin, okay? O'sha ma'nosiga e'tibor beringlar, bu men can qo'ymasdim. Shaxsan men can qo'ymasdim. Chunki meni yetarlicha meni ko'ndira olmadi-da bu mana gap. Ma'lumot kam. 5chi, it's so nice here. Juda ham ajoyib bu yerda. I can stay here all day. Kuni bilan qolishim mumkin bu yerda. But unfortunately I have to go. Mana bu yerda I can stay da could ga aylantiradi. Mana tepada misolni ko'rdik-ku. Could stay. I da qo'yaylik bo'ldi. Shuni I could stay here all day bo'lish kerak. Chunki bir kun qola olmaysizlar, qaranglar mana. Bilasizlarmi I can stay bo'lmaydi. Chunki I have to go now. Ketishim kerak. Qola olardim kuni bilan. Lekin ketishim kerak-da. Shuning uchun could bo'ldi. Agarchi mana I have to go bo'lmaganda can'ni o'zini ishlatsa bo'lardi lekin. Tushundinglarmi? Oltini ham qilib beraman. Where is my bag? Have you seen it? Sumkam ko'rmadingmi? No, but it can be in the car. Yo, it can be in the car bo'lmaydi. Endi bu yerda could be in the car bo'lish kerak. It could be in the car. Ya'ni ehtimol bilan aytyapsiz. U mashinada bo'lishi mumkin demoqchisizlar. Can bo'lsa qobiliyat bo'lib qoladi. Bu hozir mashinada bo'lish qobiliyati bor bo'lib qoladi. Xullas qaranglar, kontekstga qarab, mazmuniga qarab to'g'ri qo'yib chiqasizlar. 7-8 sizlarga bu vazifaga. Endi keyingisi could yoki could have done qo'yishimiz kerak fe'li bilan. What shall we do this evening? Nima qilamiz bugun kechga? I don't mind. Menga farqi yo'q. We could go to the cinema. Kinoteatrga borishimiz mumkin. Hozirgi zamonimizda could qo'yamiz yoki kelasi zamonimizda could qo'yamiz, o'tgan zamonda could have done qo'yamiz. Bo'ldi. Sizlarga qisqacha 2. I spent a very boring evening at home yesterday. Kecha juda zerikib ketdim kechga. Why did you stay at home? Nimaga unda uyda qolding? Sen ko'chaga chiqsang bo'lardi-ku demoqchi. O'tgan zamon bo'lgani uchun could have done da qo'yamiz. Endi you hop could formula could dan keyin have endi mana bu yerga qayera out budasi go out to'g'ri keladi. You could have go ni uchinchi ko'rinishi gone out budasi bo'ladi. Qayera you could have gone out budasi. Biz bilan ko'chaga chiqsang bo'lardi-ku demoqchi. Qo'ldan kelardi shunisi, lekin qilmadi shu narsani. Could have done bo'ldi. 3. Have you seen this job advertised in the paper? Advertised degan reklama degani. Sen gazetada reklama qilingan ishni ko'rdingmi? Ha, bu o'tgan zamon emasda, bu kelasi zamonda. Bunda oddiy you could qaylar fe'llarini o'zlaring qo'yasizlar debdi. Bu intermediate, pre-intermediate darajalarga bo'lgani uchun bu kitob. Bu so'zlarni o'zlaring qo'yishlar kerak. Shuning uchun apply degan so'z bor, shunaqa fe'l bor. Apply degani hujjat topshirmoq degani. You could apply for it demoqchi. Ya'ni sen ishga topshirsang bo'ladi. You could o'tgan zamonda bo'lsa could have done deysizlar. Kelasi zamon bo'lsa could o'zini qo'yasizlar. Tushunarlimi? To'rni ham qilib beraman. How was your qayerda o'tgan zamonda so'raydi. How was your exam? Was it difficult? Imtihonning qanday bo'ldi? Qiyin bo'ldimi? It wasn't so bad. Unaqa yomon bo'lmadi, lekin undan ham yomon bo'lishi mumkin edi demoqchi. Edi. Could have been worse. Worse bor ekan-ku, bo'ldi. It could have been worse. Undan ham yomon bo'lishi mumkin edi demoqchi. Demak, yaxshi bo'pti. Xo'p, kelasi qaylar mana 5 ga could have done qo'yasizlar, 6 ga could o'zini qo'yasizlar. Bo'ldi, mana zamonaga qarab aytib berdim sizlarga. Xo'p, bu yerda endi mana bu kerakli fe'llarni qo'yamiz, to'g'ri formasida. Couldn't yoki couldn't have done qo'yishimiz kerak ekan. I couldn't live in a big city, I hated it. Yana bu ham shu. Guys, mana kelajakda bo'lsa couldn't qo'yinglar, o'tgan zamonda bo'lsa couldn't have qo'yinglar. Bo'ldi. I couldn't live in a big city, I would hate it. Men katta shaharda yashay olmasdim, men bu yerda yomon ko'rardim. Kelasi zamonda aytadi. We had a really good holiday. Ya'ni zo'r bo'ldi dam olishimiz o'tgan zamonda. It could have been better. Undan ham zo'r bo'lishi mumkin emas edi. Ko'rdinglarmi? Zamonaga qarab o'zgartiramiz. 3. Where olamiz menimcha. Hat shapka bo'lsa, where olamiz menimcha. Would look silly. Men bu shapkani kiy olmagan bo'lardim, chunki men silly degan ahmoqday ko'rinardi va odamlar meni ustimdan kulardi. Laugh at me degan odamlar ustimdan kulardi demoqchi. Shunda I couldn't tepaga qaylar couldn't ikkalasi ham couldn't yoki couldn't have. I couldn't wear bo'ladi shunda. Ya'ni o'tgan zamon emasda. Mana 3-chi mashq. Ko'rdinglarmi? Bu kelajakda aytmoqchi. Men buni bu shapkani kiy olmagan bo'lardim. Odamlar meni ustimdan kulardi demoqchi. Tushunarlimi? To'rda o'tgan zamon mana endi qaylar. We managed to find the restaurant you recommended. Sen tavsiya qilgan restoranni topishni uddasidan chiqdik. Eslaringizmi, o'tgan darsda o'tdik. Managed uddasidan chiqdik. Lekin mapsiz, xaritasiz
san yozib bergan, san chizib bergan xaritasiz topolmagan bo'lardik demoqchi. Tushunarlimi? San aytgan restoranni topdik, lekin san chizib bermagan, san xaritani chizib bermaganingda biz uni topolmagan bo'lardik demoqchida. Shunda but we deymiz, couldn't qo'yamiz, chunki couldn't qo'yish kerak, couldn't have qo'yamiz. Topa olmoqmidi? Mana findni qaranglar, findga qaraymizda, find uchinchi ko'rinishi found bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Tushunamiz? Hozir joyiga keladi. Okay? Qiyin a? Sizlar muhimi o'sha to'g'ri zamonni topa olsalaring, formula yodlasalaring bo'ladi. Formula yodlaydigan narsa. Zamon o'sha kontekstni to'g'rilab olinglar. Mana 5 ga qaranglar. Hammasi hozirgi zamonda gapirilgan. Demak, oddiy couldn't qo'yamiz. Paul has to get up at 4 o'clock every morning. Paul har kuni ertalab soat 4 da uyg'onish kerak. I don't know how he does. U qanday qiladi bu ishni bilmayman. Men qila olmasdim bu ishni demoqchida. Ha, shunda baqa couldn't olamiz. I couldn't. Up turibdimi? Demak, get up. Up getini qo'yamiz bo'ldi. I couldn't get up at that time every day. Men lekin shu paytda tura olmasdim. Ya'ni kelasi zamonda aytyapti. Men bunaqa qila olmasdim demoqchi. Okay, 6 yetti o'zlaringga. 6 ga qaranglar, o'tgan zamonda berilgan. Mana were turibdi. Was were to be o'tgan zamon. 7 ham o'tgan zamonda ko'rdilaring. Demak, 6 bilan 7 ga couldn't have done deb yozasizlar mashqda. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Demak, can qachon ishonchimiz 100% komil bo'lsa, shu narsa qila olaman deganlarni keyin ishlatasizlar. Lekin yumshoqroq varianti sizlar ikkilansalaring yoki muloyim bo'lmoqchi bo'lsalar yoki taklif bersalaring yoki ehtimolli bo'lishi kamroq bo'lsa yoki kelajak haqida bashorat sifatida shunaqa qilish mumkin desalaring could ishlatinglar. Couldn't have done, could have done qachon ishlatamiz? O'tgan zamonda shu ish qila olardik, lekin qilmadik o'sha ishni. Ana shunday ishlatsak bo'ladi. Mashqlarni bajaringlar albatta, videoni bir yana ko'ringlar bir ikki marta. Tushunmagan bo'lsalar, xudo xolasa sizlar bilan endi keyingi videoda ko'rishamiz. Keyingi darsda qaylar must bilan can't o'rganar ekanmiz. Ungacha yaxshi yuringlar, ungacha dars qilinglar, lazy bo'lmanglar, okay, focus buzmanglar. Keyin guys, Aysha esdan chiqib ketyapti videolarimda. Har bitta darsda men pastiga mana shu kitobni PDF faylni yopishtirib qo'yganman. Kirib, download qilib, kitob shaklida chiqarib, xolasalar o'zini yangi original kitobni sotib olsalar bo'ladi. Okay, har videoga yopishtirib attach qilib qo'yganman. Foydalanishlaring uchun. Mayli, sog' bo'linglar. Xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishamiz sizlar bilan.